so'nggi yillarda o'zaro tovar ayirboshlashni o'zi qariyb 10 barobarga oshgan. O'tgan yilning o'ziga nisbatan 1.2 milliard dollarga yetib, 450 ta qo'shma korxonalarning tashkil etilishi ham mamlakatimiz va Qirg'iziston o'rtasidagi xalqaro hamkorlik yuqori darajaga ko'tarilayotganidan dalolat beradi. Albatta, shaharlar o'rtasida aviaqatnovlar ham 15 taga yetgani, 5 ta avtobus yo'nalishlarining yo'lga qo'yilishi ham mamlakatimiz o'rtasida o'sha munosabatlar yanada yaxshilanib, o'zaro savdo aylanmalari, biznes forumlari, madaniy uchrashuvlar yoki turizm va investitsiyaviy loyihalar borasidagi o'zaro hamkorliklar kun sayin oshib borayotganidan dalolat beradi. Bu uchrashuvlarni eng asosiy urg'u beradigan jihatlarimiz albatta energetika sohasidagi hamkorlikdagi strategik yo'nalishni belgilanishi, jumladan Qambarota GES birining qurilish loyihasini bitimlarini imzolashni tezlashtirish bo'lgan bo'lsa, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasidagi temir yo'l qurilishini ham amalga oshirish ishlarini, loyihalash ishlarini tezroq bajarish haqida kelishuvlar imzolandi. Ayniqsa ittifoqchilik to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi bu juda dolzarb bir ahamiyatga ega bo'ldi.